Navbahor va Andijon. Bu nomlar qarama-qarshi qo'yilganda futbol ko'rmaydigan muxlislar ham stadionga otlanishadi. O'tgan mavsum O'zbekiston Kubogi finalidan ham buni bemalol bilib olsak bo'ladi. Bu derbida stadion to'lishi odatiy holat. Ba'zan Navbahor va Andijon jamoalarining muxlislarini tribunada ko'rgan Borussiya Dortmundning sariq devori ham hijolat bo'lib qoladi. Bu uchrashuvga Namanganda muxlislar daryo singari oqib borsa, andijonlik muxlislar ham ushbu o'yin uchun chamadonlarini tayyorlab Namangan diyoriga ko'chib kelishga shaylar. Klublar ham chakki emas. Biri ikkinchi turdagi eng zo'r o'yinda o'rmondagi yirtqich bo'rini yerga qulatgan. Biri Ajdar bilan kechgan jangda tengma-teng kurashga kirisha olgan. Endi savol tug'iladi: osmonda kim kuchli, Lochin yoki Burgut? Buni 28-mart kuni markaziy o'yingohda Navbahor Andijon uchrashuvida bilib olamiz.